Soat 6 bo'ldi. Ishtonda mana namozlarni o'qidik, xudo xolasa. Qarmoqlar bir tekshirdik. Mamaligalar hammasi joyida turibdi. Hech narsa emas. Chuvalchanglar ham hech narsa tegmagan. Kechasi bilan natijamda 2 dona mana shunaqa 2 dona karasi bo'ldi, tamom. Mana shunaqa 2 dona mana pastda yana bitta bo'lmadi. 2 dona karas. Endi baliq bor, baliq ko'p. Baliq to'liq Naresta suvni chetida shatir-shutur qilib yuribdi. Yiriklari ham bor. Ko'rinib turibdi. Hammasi Naresta Qamish taraflarda, sayoz joylarda gala-gala bo'lib shatirlatib yuribdi, Naresta yuribdi. Endi bular ovqatga qarayotgan yo'q umuman. Mana chuvalchang qimirlab turibdi, qarasa qarardi. Lekin yaxshi dam olib, yaxshi mazza qildi kechasi ham. Qo'shnilar ham uyg'onishdi sekin. Ishtonda hali quyosh chiqmadi. Yangi tong barchamizga xayrli bo'lsin. Ko'ramiz bir 10-11 gacha, abitgacha. Natijamizda sekin yo'lga tushamiz. Yo'lda bu joylarga kirib ko'ramiz yana. O'zi asosan bu joyda balkim boshqada bizda 10 gacha natija bo'lmaganda 10 dan keyin boshlangan asosan bu Ishtonda. Ertalar juda vohli natija bo'lmagan.